sizlar bilan uchrashib turibmiz. Sizlarning muammolaringizni yechish hisobiga shu 3 tajribasi asosida banklarda yo bo'lmasa bankdan tashqari har qanday muammolarga duch kelinadi albatta. O'sha muammolarni yechish orqali sizlardan agar shu muammolar yechilgan taqdirda ish o'rni yaratilishi nazarda tutilgan bo'lsa, to'g'ridan to'g'ri yordam beramiz. Misol uchun siz kredit bo'yicha muammongiz bor, misol uchun shu asosiy vosita sotib olaman deb nima qilib bildirgansiz. Bizda shu asosiy vosita sotib olish uchun kredit produktlarimiz mavjud bugungi kunda. Yuridik shaxs va yuridik shaxs maqomiga ega bo'lmagan tadbirkorlik subyektlariga beriladi. Shu asosiy vosita sotib olish uchun, ya'ni davlat ro'yxatidan o'tganiga 6 oydan oshmagan startap, yetarli pul aylanmasiga ega bo'lmagan, oxirgi 12 oylik pul aylanmasi so'ralayotgan kredit summasi 30% dan kam bo'lgan holda tadbirkorlik subyektlari uchun bazaviy hisoblash miqdorini 1,5 barobardan oshmagan miqdorda. Ikkinchisi, yetarli pul aylanmasiga ega bo'lmagan, ya'ni oxirgi 12 oyda aylanma qilmagan tadbirkorlik subyektlari uchun bazaviy hisoblash miqdorini 1000 barobardan oshmagan miqdorda taqdim qilinadi. Kredit imtiyozli davri 6 oygacha, asosiy vosita sotib olishda milliy valyutada 48 oygacha, xorijiy valyutada 60 oygacha beriladi. Bunda siz milliy valyutada 24% da ikkita ishon yaratsangiz 2% arzonlashadi kredit produktimiz prosentlari. 3 tadan 5 ta ishon yaratsangiz 4% kamayishni nazarda tutilgan.